Uzip o'zgarmas o'qcha mo'ljallangan. Yana mana bu yerda hozir bu quyosh paneliga qo'yiladi. Quyosh paneldan keladigan plus simlansa, bunisiga minus simlanadi. Bu qismi esa zazimleniyaga, kontur zazimleniyaga ketgan simimiz ulanadi. 1000 voltgacha bo'lgan kuchlanishga maksimal 40 kA tokka, nominal 20 kA tokka mo'ljallangan. Bu hozir yashil rangda. Agarda bu kuyadigan bo'lsa, rangi qizil rangga o'zgaradi yoki buni rangi bo'lmasa, bizda bu o'sipimiz ishchi holatda bo'lmaydi, ya'ni buzilgan hisoblanadi. Hozir yashil rangda turibdi. Bu uning normal holati. Mana bu yerda sxemada ko'rish mumkin. Ограничитель перенапряжения, mana FV1. Bir uchi zazimleniya qilingan, bittasi 0 ga, uchtasi fazilda o'tiribdi. Saqlashdan keyin qo'yilgan, ya'ni yuqori kuchlanishdan himoya. Bu qanday himoya bizda? Mana sxemada ko'rish mumkin. Mana qurilmamiz bizda. Bir uch mana zazimleniya qilingan va 0 bo'lingan. Mana bizda 0 bo'lingan va fazalar 1, 2, 3 A, B, C 3 ta faza va 0 bo'lingan. Bu yerda mana bu ikkitasi butun holatda, mana bu yarmi ishdan chiqib, bu butunlay ishdan chiqibdi. Buni endi almashtirish kerak bo'ladi.